O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston hamda Turkiya va Qirg'izistonni portlatgan qadrdonlar o'sha mashhur ratan belanchalarimiz. Bugun ko'pchiliklaringdan kelgan savol-javoblarga ko'ra sizlarga bitta qisqacha obzor qilib beramiz qadrdonlar. Bu nimani hisobiga tebranadi, ichida motori bormi, elektronmi deganlar uchun qadrdonlar operator yaqinroq olib kelamiz. Mana qaranglar qadrdonlar. Buni ichida hech qanaqa motori yo'q. 8 ta pachenniy hisobiga aylanadi. Ichlari 20 lik turbadan bo'lgan, ustlari esa 15 lik turbadan bo'lgan. Ustlariga o'sha ratan seriosidan qoplangan qadrdonlar. Belanchak o'ta ham chiroyli, mana seri oq aralashgan hamda jigarrang oq aralashgan. Veslariga keladigan bo'lsak, o'sha 70 kilo plus atrofida ko'taraveradi. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 1 metrga 50 bo'ladi. Hammasi standart razmer. Bunisi esa uzunasiga 95, bunaqasiga esa 50. Bu ham o'sha 20, savatchalari esa 15 lik turbadan. Endi bu qanaqa seriyo, qanaqa ratan deganlarga mana qadrdonlar, mana shunaqa baquvvat plastmassa ratan seriosidan qoplanadi. Karkazlari baquvvatidan, o'ta mustahkamidan. Narxlariga keladigan bo'lsak, qadrdonlar dastavkasi alohida bo'ladi. Belanchalar narxi 1,5 million so'm, O'zbekistonning 12 viloyatiga bor. Xohlagan joyiga chiqarib beraveramiz. Dastavkasi alohida bo'ladi. Endi manzillarga keladigan bo'lsak, manzillarimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanidan bo'lyapti. Qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar jigarlar.